Agar sizlarning farzandingizda ham shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, eng yaxshi to'g'ri tanlov bu albatta mutaxassisga murojaat qilish. Lekin hurmatli oyijonlar, uy sharoitida ham mana shu holatda farzandinglarni bemalol chiroyli korreksiyalar bilan qo'shimcha to'g'rilashinglar bo'ladi. Bor yo'g'i mana shu 2 dona taxta bilan elastichniy bint orqali. Juda ko'p massajistlar ozgina noto'g'ri yo'nalishda ishlab qo'yishadi-da, natija qilib berisha olmaydi. Men oyisi sizga maslahatim, har cho'milib chiqadi-ku, cho'milib chiqqanda suyaklar, butun sustavlar, mышцаlar yumshab turgan bir paytda mana shunaqa O-obrazniy bo'ladi. Ikkita chetdan taxtani mana shu holatda boylaysiz. O-obrazniy oyoqga mana bunaqa alohida qilib taxta boylamanglar. Bu sizlarga natija bermaydi. Albatta mana shu ko'rinishda boylanglar, tavsiyam. Va har doim mana bu suyakka tegib qolmasligini ehtiyotini qilasiz, xo'p oyisi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqa oyijonlarga ham yuborib qo'yinglar.